endi hozir. Hop. Zap kepsizda Alomatxon. Ichkarida muzdakkina ayron bor, olib chiqaymi? Ayron? Uni nima qilaman? Ichasiz. İşlaringiz yaxshimi? Qanaqa ishlarim? Hali hech ish qilganim yo'q-ku. Hayır. Endi gap. Mana bu Olimtoyding juda ajoyib bola-da. O'zi anu shaharda turadi. Qaysi bir institutda ham ishlaydi. Olim. O'sha institutning mana shu bizning qishloqda 40 gektar yeri bor. Tajriba uchastkasi. Qudrat Qo'yanchiq yeriga tashib ketgan. Shu Olimtoy har kelganda bizga turadi. Mana uylar ko'p turaveradi. Shunaqada. Keyin bitta choy qo'yib yuboray, ha? Alomatxon, siz ham bu-yoqlarda gapirib o'tiring. Endi zaman tinchalaversin, ham bo'laylik. Ana Olimtoyding mana xotin xalaj bola chaqa yil 12 oydan beri kelmaydi. Yoz demaydi, qish demaydi, issiq demaydi, sovuq demaydi, ish. Voy, bu yoqda issiq 40 gradus bo'lsa, talani ichida ellik. Da qarab turib, yana ham chinar ekansan, odamzod. Temir olib ketadigan keladi. Temir deganimga xafa bo'lmang. Og'zimdan chiqib ketib qoldi-da. Shu Olimtoy mana shularni ko'rib chidalmadi-da. O'zi ham ding tirib tinchmaydigan bola. Qaysi bir idoralarga boradimi? Kimlar bilandir janjallashadi. Mana yerga o'tirib olib chizadi, yozadi, o'chiradi. Tinmaydi. Yaxshi bola. Raga topsin. Mana o'tgan safar kelganda ham bizga turib, Olimtoy, seni maqtab o'tiribman, tinchmaydigan bolalardandir. Gaplashib. O'chqor ekan. O'chib qolib deganing nimasi? Men shuncha gapni kim gapirdim bo'lmasa. Butun o'zbekning dardini dasturxon qilib o'tiribman bu yerda. Tavba. Doim shu. Shu biz gapirsak, yo hech kim eshitmaydi, yo eshitadigan temir chiqadi. Shu blokni almashtirish kerakmi deymadi Qo'chqor aka. Qayerdandir kontakt bo'lmayapti. Nima tak? Kontakt. O'qdan tutilib qolyapti. Voy, odamga unaqa qaramang. Voy, biram nigohingiz o'tkirki. Kim? Menmi? Yo'q, o'libmanmi sizga qarab? Mana o tomga qarayapman, tomga. Doim shunday deysiz. Odamni hijolat qilib qo'yib. Yomonsiz, Qo'chqor aka. Atayma. Mana shunisini qo'yib qo'yaver. Alomatxon, mana shu gaplaringizdan gapirib o'tiring. Voy, ali kishimni men nima deyman? Nima desam mayli.
Ishqilib shu ovozingizni eshitib tursam bo'lgani. Boringmi?